Eron 5 ta arab davlatidan tovon puli to'lashni talab qildi. Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga rasmiy murojaat yo'llagan. Hujjatda Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya javobgarlikka tortilishi kerakligi ta'kidlangan. Qayd etilishicha, mazkur davlatlar o'z hududlarini AQSh va Isroilning harbiy operatsiyalari davomida Eronga qarshi hujumlar uchun taqdim etgan. Shu bois yetkazilgan zarar uchun to'liq kompensatsiya to'lash talab qilingan. E'tiboringizni yana xorij maydoniga qaratmoqchimiz. Tafsilotlarni bizga muxbirimiz Shoista Jabborova yetkazadi. Xitoyning Shenzhen sanoat zonasidagi BYD avtomobillari turargohida yirik yong'in sodir bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, avtoturargoh sinovdan o'tkazilayotgan va utilizatsiya qilinadigan transport vositalari uchun mo'ljallangan. Voqea joyiga o't o'chirish mashinalari va politsiya xodimlari jalb etilgan. Yong'in tezda o'chirilgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Shu bilan birga moliyaviy bozorlarda BYD aksiyalari 0,6% ga pasaygani qayd etildi. AQShning Arizona shtatidagi Phoenix shahrida yengil samolyot favqulodda qo'nishni amalga oshirdi. Xabarlarga ko'ra, uchuvchi texnik nosozlik sabab shaharning gavjum qismida harakatlanayotgan avtomobillar va yo'l ustunlarini chetlab o'tib, yo'l ustiga muvaffaqiyatli qo'ngan. Voqea joyi politsiya tomonidan o'rab olingan. Bortda bo'lgan 2 nafar yo'lovchi jarohat olmagan. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning Eron portlariga blokada joriy etish haqidagi qarori ortidan global bozordagi neftning narxi 7% gacha ko'tarildi va 1 barrel uchun $100 dan oshib ketdi. Blokada Fors ko'rfazi va Ummon ko'rfazi orqali Eron portlariga kiruvchi va chiquvchi barcha kemalarga tatbiq etiladi. Eron tomoni bu qarorni xalqaro huquqqa zid harakat sifatida baholab, bunday qadam mintaqada keskinlikni yanada kuchaytirish haqida ogohlantirdi.